Do'stlar, assalomu alaykum. Bir necha kun oldin men anons qilgan edim sizlarga, Apple mahsulotlarini mega raspakovkasi bo'ladi deb. Bugungi bu jamlamamiz umuman olganda asosan video kreatorlar uchun mo'ljallangan, ya'ni video montaj bilan shug'ullanadigan ijodkorlar uchun. Sababi, masalan, mana bu yerda Mac Studio, bu yerda mana Apple Cinema Display va bu yerda mana naushniklari, keyin xotira, demak, disklari. Bularning hammasi kreatorlik faoliyati bilan shug'ullanadigan ijodkorlarga juda ham kerak bo'lgan narsalar, gadjetlar, mahsulotlar. Sekin endi raspakovkani boshlaymiz. Eng birinchi mana demak Apple Studio Display raspakovka qilamiz. Aynan shu display color grading uchun, Photoshopda ishlash uchun, video montaj dasturlarida ishlash uchun juda ham yaxshi sanaladi. Hop. Demak, bularni hozir sal chetroqga surib tursak ham bo'lar ekan. Men Apple displeylarini ochmaganim uchun hali mexanikasini bilmadim buni qutidan chiqarishi. Demak, juda ham oson ekan. Mana mamnaq qilib ochilar ekan. Ana. Hop. Mana demak, displey o'zi do'stlar. Bu yoqda bunisi ham burchagiga ochilar ekan. Qoyil. Mana strelkalar bilan ko'rsatib qo'ygan ekan. Bunisi ham burchagiga ochilar ekan bu yoqdan. Mana. Va shu tariqa mana demak displey to'liq ochiladi. Qutidan chiqariladi. Bismillahirrohmanirrohim. Juda ham og'ir ekan. O'zi korobkasida ham og'ir edi. Lekin o'zi ham ancha og'ir ekan. Hozir endi buni qutisini olib qo'yamiz. Endi do'stlar, hozir mana bu korobkani taxladik, lekin men sizlarga aytaman, muhandislik nuqtai nazaridan shunaqa ergonomikasi o'ylangan ekan, ya'ni puxta qilingan ekan. Demak, u yoqdan bu yoqqa olib o'tayotganda bir zarar yetib qolmasligi uchun monitorga juda ham puxta, mahkam turishi uchun. Xullas, ancha qiynaldik. Ikkita odam korobkani qaytib yig'ib qo'yishga. Ichida monitor yo'q holatida bir taxminan bir 6-7 minutga yaqin vaqtimiz ketdi. Shuning uchun juda ham ajoyib narsa ekan. Haqiqatan Apple mahsulotlarini nafaqat o'sha ustki dizayniga, ishlashiga va hattoki o'sha qadog'iga ham alohida ahamiyat berar ekan. Buni yana bir marta shohida bo'ldik bu narsani. Hop, demak, mana monitor o'zi mana demak qutisidan chiqarilgandan keyin mana orqasida demak qotirilgan o'zini simi. Bu ham ko'rib turganingizdek mana yana o'sha dizayn va yana dizayn. Bismillahirrohmanirrohim. Ochamiz. Bu yoqdan ham ochamiz. O'zi ham do'stlar muqovani ustida muqova ekan. Demak, mana ahamiyat berishinglar mumkin. Demak, ikkita Thunderbolt porti bor va yana ikkita USB Type-C porti bor. Mana endi monitorimizni old tomoni. Ana. Demak do'stlar, bu eng boshlang'ich versiyasi monitori. Bu Studio Display standart demak shisha qoplamasi bilan. Bunaqadan yana nano teksturali qoplamaliklari bor. Ular ancha qimmat turadi. Bu masalan $1800 atrofida tursa, ular bundan $100-200 qimmatroq turadi. Demak, asosiy texnik parametrlardan biri, endi hozir ko'rdik, Type-C porti bor ikkita.
ikkita Thunderbolt porti bor orqasida, 6 ta dinamigi bor va yorqinligi, endi qolgan texnik parametrlari haqida buni hali ishlatish jarayonida yana alohida ko'rsatib beramiz. Bugungi demak kontentimiz faqat shuni raspakovkasiga bag'ishlangan. Displey mana shunaqa ko'rinishga ega, nihoyatda qulay, nihoyatda katta 27 dyuymli, ya'ni montajda ishlatganingizda demak timeline ham uzun turadi. Juda ko'p sahnani ham qo'yib bemalol ishlatsa bo'ladi. Ya'ni kundalik demak ishlatganingizda ham, masalan, bironta bir hujjat yozadigan bo'lsangiz ham, unda ham juda qulay bo'ladi. Yana o'sha monitori hajmi hisobiga, endi 6 ta dinamigi borligi uchun ovozi ham nihoyatda yaxshi chiqadi. Xo'p, do'stlar, endi buni bo'lmasa chetga surib turamiz monitorni va gal navbat demak endi mana Mac Studioga kompyuterimizga. Boshida aytib o'tganimdek, demak bunda 96 gigabayt operativ xotirasi bor. 96 gigabayt endi bu umuman bir aqlga sig'maydigan darajadagi katta bir ob'yom operativ xotira uchun. Men o'zim kompyuterda ishlashni boshlaganimda 1995-yilda adashmasam agar 4 gigabayt emas, 4 megabayt edi operativ xotirasi meni kompyuterimning, 4 megabayt edi. Yangiroq kompyuterlarniki 8 megabayt edi. Keyin Pentium 1 chiqqandan keyin 16 megabayt bo'lib qoldi, keyin 32 bo'lib qoldi, 64 bo'lib qoldi. Ular endi misli ko'rilmagan bir juda ham katta ob'yomlar edi. Birinchi yonimda olib yuradigan hardim ham endi u paytda fleshkalar yo'q edi. Hard disk olib yurardim yonimda. Mashina sal kichkinaroq hard disk edi. Uni ob'yomi 20 megabayt edi. Ya'ni o'ylaylar do'stlar, 20 megabayt. Hozir endi biz bemalol terabaytlar haqida gaplashamiz. Ya'ni demak 95-yilda ishlagan bo'lsa, mana o'rtadan 31 yil o'tibdi. 31 yilda 20 megabayt umuman yo'q ham bo'lib ketdi desak ham bo'ladi-da. Shunaqa darajada demak texnik rivojlanish ilgarilab ketdi. Xo'p, endi ochamiz deylik Mac Studioni. Bismillahirrohmanirrohim. Bu ham menimcha shu xuddi shunaqa ekan bu ham. Aynan monitorga o'xshab mana yonlaridan mana shunaqa qilib qani bismillahirrohmanirrohim. Mana kompyuter o'zini chiqardik. Mana simi. Mana bu yoqda yana nimasidir bor ekan. Bunisini ham oldik. Demak, bo'ldi. Jamlamasi shu. Qutini yopamiz. Chetga olamiz. Hop. Do'stlar, juda ham og'ir. Men sizlarga aytsam, taxminan bir 6-7 kilo bo'lsa kerak. Juda ham og'ir. Mana shunaqa ko'rinishda, demak shu sistemli blok deydi endi buni, sistema qutisi. Demak mana old tomoni ko'rib turganingizdek, bu yoqda kart readerlar bor va mana ikkita USB Type-C bor. Orqa tomoni demak mana sovutish tizimi uchun demak mana shunaqa havo chiqish tuynukchalari mavjud. Bu yoqda demak Thunderbolt portlari bor. Bu yoqda USB Type-A, HDMI, 3.5 jack demak quloqchin ulash uchun, yoqish o'chirish tugmasi va demak quvvatlash kabelini ulash joyi. Xo'p. Bundan tashqari demak jamlamada mana quvvatlash kabeli bor. Ochig'ini aytsam, Apple mahsulotini qutidan chiqarishi alohida bir estetik zavqi bor. Sababi o'sha aytganimdek, dizayn nafaqat qurilmalarni ishlab chiqarilishida, ularni keyingi ishlatishingizda va o'sha qadog'idan chiqarishingizda ham bor-da. Dizayn sezilib turadi, ya'ni nafislik, uyg'unlik bor buni hammasida. Iloji boricha ortiqcha narsalardan voz kechilgan.
quvvatlash kabellari ham men sizlarga aytsam juda ham bir ajoyib materialdan ishlangan ekan. Usti o'sha to'qima kabellarga o'xshagan. Faqat qalinroq undan. Xo'p, bundan tashqari demak mana shunaqa demak hujjatlari bor ekan ichida. Yana mamlaqa qog'ozchasi bor ekan bo'ldi. Oldin mana esimda kompyuterlarni ochganimizda ichida qalin kitobi bo'lardi kompyuteri, keyin alohida Windows disklari bo'lardi. Jamlamasi ham juda ham katta bo'lardi. Ko'pchilikning esida, sistemniki esida, endi hozir ham ko'p shunaqa odatda katta mamlaqa tower bo'ladi. Darvoqe shu o'rinda bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Apple kompaniyasi taxminan bir oycha oldin Mac Pro rusumidagi kompyuterlarni ishlab chiqarishini to'xtatildi. Demak, endi eng bugungi kunga maksimal protsessorli kompyuter mana shu bo'ladi. Bunda M3 Ultra chipi joylashtirilgan. 80 ta grafik demak yadrosi bor, 80 ta GPU va 32 ta yadroli protsessor bor buning ichida. Demak, eng mo'shni, eng kuchli protsessorlardan biri bugungi kunda aynan mana shu kompyuterda o'rnatilgan. Xo'p, demak, monitorimizni jamlamasida chiqqan yana bu yoqda bir simi bor. Mana Thunderbolt simi. Shu yerda kezi kelganda aytib qo'ymoqchiman. Thunderbolt simi alohida ham ancha-muncha bir qimmat turadigan simlardan sanaladi. Sababi, masalan, o'shani 1 metrlisini, yo 2 metrlisini, yo 4 metrlisini shunaqalari ham bor. Oladigan bo'lsanglar, bir $100 oshiqroq narxga olinadi u narsa. Bu yerda mana Thunderbolt simi, demak, jamlamaning ichida bor. Displey bilan birga chiqdi bu. Aynan shu Thunderbolt simi orqali ushbu demak kompyuterimizni biz Cinema Displayga ulaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Uladik. Endi hozir yoqmay turamiz, chunki hali oldinda do'stlar buni to'laqonli ishlatish uchun bizda mana yana ikkita gadjet bor. Magic Trackpad, Apple notebooklarni, ya'ni MacBooklarni ishlatgan odam biladi, trackpadlari nihoyatda qulay. Men masalan trackpadda ishlataman o'zimni MacBook Pro'imda, shuning uchun deyarli sichqonni umuman ishlatmayman. Shu o'rinda yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Apple sichqoni nihoyatda noqulay. Juda ham chiroyli, juda ham dizayni zo'r, lekin ishlatish uchun noqulay. Shaxsan men uchun bu meni shaxsiy fikrim. Menga trackpad ancha qulayroq, chunki multi touch bor, ya'ni o'sha 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta barmoqda u yoqqa bu yoqqa swipe qilganda qanaqadir boshqa dasturiy funksiyalar chiqadi. Ishlatish jarayoni juda ham qulay bo'ladi. Shuning uchun menga trackpad ishlatish qulay va aynan shu jamlamani tanlaganimda shuning uchun men klaviatura bilan birga demak trackpadni oldim. Bismillahirrohmanirrohim. Yana o'sha minimalistik dizayn, yana demak ortiqcha shu hech narsa yo'q. Demak, mana trackpad va mana trackpadni demak quvvatlash uchun Type-C kabel. Bu yoqda demak trackpadni shu makulaturasi. Xo'p, bularni ham endi olib turamiz va demak bugungi aynan shu kompyuter jamlamasidagi yana asosiy gadjetlardan biri bu demak klaviatura. Apple klaviaturasini juda ham yaxshi ko'raman men. Notebooklarda ham yaxshi ishlaydi, juda ham yumshoq bo'ladi, ovozsiz bo'ladi va aynan bu klaviatura Touch ID'si ham bor, ya'ni o'sha himoyalangan, siz o'sha barmog'ingizdan ishlaydigan Touch ID, ya'ni kompyuterga o'zingizni loginingiz bilan kirish uchun ham shuni ishlatasiz, keyin bir qanaqadir xaridlarni amalga oshiradigan bo'lsangiz ham aynan shu Touch ID'ni ishlatasiz. Bismillahirrohmanirrohim. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak do'stlar. Demak, yana mana kabel, lekin
kabelli bittasi bor. Menimcha hammasini hozir ochib tashlaganni mantig'i yo'q hech qanaqa. Shu kabelni ishlatsa bo'ladi, demak, trackpadga ham, klaviaturaga ham. Shuni aytib o'tmoqchi edimki, trackpadini bilmayman endi. Birinchi marta men alohida trackpadni o'zini ishlatishim. Bu ilk trackpadim bo'ladi meni ishlatadigan. Lekin klaviaturani oldin ham ishlatganman. Klaviaturani, demak, quvvati juda ham anchaga yetadi ishlatganda. Ya'ni bu mana Bismillahirrahmanirrahim. Keng klaviatura bu. Ya'ni mana alohida klaviatura, Kirill alifbosi ham bor. Ya'ni buni Apple saytini o'zidan men buyurtma berganman. Buyurtma bergan jarayonda men shuni alohida ta'kidlaganman. Ya'ni menga aynan shu Kirill alifbolisi kerakligini haqida. Shu alifbolisini olganman va bundan tashqari, demak, mana bu yerda numpadam bor. Ya'ni raqamlar bilan ishlaganda bu juda ham qulay, alohida bo'ladi. Buni kalta versiyalari ham bor. Ya'ni mana shu numpadsiz bo'ladigan. Ya'ni kimgadir kerak bo'lsa, ixchamrog'i unaqani olsa ham bo'ladi. O'sha o'tiradigan joyiga, qiladigan ishiga va mablag'iga qarab. Ya'ni ular arzonroq, ixchamroq. Bular qimmatroq, kengroq, funksionalli ko'proq. Xo'p, mana endi demak, to'liq jamlamaga ega bo'ldik desak bo'ladi. Ya'ni to'laqonli, demak, hozir mana kompyuterimiz bor deyish mumkin. Ya'ni klaviatura bor. Sichqonchaning o'rniga trackpadimiz bor. Sistem qutimiz bor va monitorimiz bor. Monitorda, demak, ovoz ham bor. Ya'ni 6 ta buni dinamigi bor. Lekin buni ichidagi xotirasi do'stlar 1 terabayt. Ya'ni 96 gigabayt operativ xotira va 1 terabayt ichki xotira. Aynan bunga dasturlarni o'rnatish uchun va bazaviydan ortiqroq bo'lgan qanaqadir ishlarni amalga oshirish uchun bu yetadi. Eslatib o'tmoqchiman. Masalan, eng og'ir o'yinlardan bugungi kunga biri bo'lgan Call of Duty'ning oxirgi so'nggi rusumida ham 250 gigabaytdan 320 gigabaytgacha endi DLC mashlariga qarab uni, demak, hajmi shu o'yinni. Ya'ni bu yerda qanaqadir bir katta bo'lmagan bir kontentni ham, shaxsan men o'zim olinadigan kontentni ham 4K 60 FPS yozilgan bo'lsa, bir soatlik kontentni bemalol montaj qilsa bo'ladi shuni, shu xotirasini o'zida. Ya'ni renderlari bilan, o'sha boshqa fayllari bilan yetadi bu. Lekin kengaytirish uchun men odatda Samsung SSD'lardan foydalanaman, chunki Samsung xotirasi yaxshi xotiralardan, demak, xotiralar bozoridagi ilg'or bir kompaniyalardan biri sanaladi Samsung. Hozir oldin, demak, Samsung Shield T7 ni ishlatardim. Mana men bu 1 terabaytli, adashmasam agar 3-4 yil bo'ldi buni ishlatganimga. Yaqindan biri mana Samsung SSD T9 ga o'tdim. O'tganimiz sababi ProRes, demak, zapis amalga oshirilgan paytda, demak, video suratga olish amalga oshirilgan paytda buni tezligi sal kamlik qildi. Uncha yetmadi. Shuning uchun Samsung SSD T9 2 barobar tezroq ishlaydi bundan. Ya'ni o'sha xotiraga yozish, xotiradan o'qish masalasida. Shuning uchun T9 yaxshiroq. Yana bitta narsaga hozir men sizlarni ahamiyatlarini qaratmoqchiman. So'nggi 2-3 oy mobaynida xotiralar bozorida, demak, o'sish kuzatilmoqda. Juda ham katta o'sish. Masalan, bu SSD disklar taxminan 2 oycha oldin $250 dan $300 turardi, 2 terabaytlisi. Hozirgi kunda Toshkent shahrida $350 atrofida hali ham topsa bo'ladi, lekin uni yengilligi yoki u yoqdagi chet eldagi marketplace'lardan qaytganligi ni tekshirish sal qiyinroq narsa. Sababi, izoh berib o'taman hozir gapimga. Mana masalan Amazon.com, Amerikaning eng katta marketplace'lardan biri. Amazondan men buyurtma berdim, menga SSD keldi. Ochdim, qaradim, yoqmadi. Xuddi shu o'zimizning shu uzun marketplace'lariga o'xshagan. Shu bilan qaytarib berdim. Ochildi quti. Demak, ichidan chiqarildi SSD, yana qaytib qo'yib, yana qaytib jo'natildi. O'shanaqa SSDlarni alohida Amazonning bir rukni bor, o'shda alohida sotib olsa bo'ladi. Alohida kategoriyali, demak, bu ochilgan tovarlar sanaladi. Ular arzonroq turadi. Bir xil, demak, tadbirkorlar shunaqa tovarlarni olib kelib, keyin sotishadi. Bir xillari etishadi. Bu ochilgan tovar kelganda. Bir xillari etishmaydi bu narsani. Shuning uchun aynan mana shu SSD xotira masalalariga kelganda, umuman o'zi gadjetlarni sotayotganda, olayotgan paytda mana shu narsalarga ehtiyot bo'lish kerak. Demak, qadog'iga ahamiyat berish kerak. Qadog'i ochilganmi yo'qmi? Ochilgan bo'lsa, nimaga ochilgan deb so'rash kerak.
iloji bo'lsa aynan xotira masalasida, masalan, buni braki bormi yo boshqami, qadoq ochilgan bo'lgandan keyin bilmaysizda. Ya'ni buni kafolatli muddati masalasi ham demak masalali bo'ladi. Shuning uchun qadog'i yopilmagan bo'lsa, odatda bularga 3 oydan yarim yilgacha kafolat beriladi SSDlarga. Qadog'i ochilmaganini olgan yaxshiroq deb o'ylayman. Bugungi kunda bularning yangilari masalan Amazon.com o'zida $500 qimmat turadi. Ya'ni qanchadir muddat oldin bu yoqqa O'zbekistonga yoki xususan Toshkentga olib kelingan, Malika bozoriga olib kelingan SSDlarning soni kamaygandan keyin, yangi narxda olingandan keyin, demak SSDlar narxi ham ko'tarilishi ehtimoli juda ham yuqori. Shuning uchun kimgadir agar mabodo kerak bo'ladigan bo'lsa, men shu kunlarda hali ham bo'lsa xarid qilib olishinglarni maslahat berardim. Aynan shu SSDlarni olmoqchi bo'lsanglar, bizani Ko'raylik kanaliga, Telegram kanalimizga tashrif buyuringlar. Yaxshi narxlar bor mana shu SSDlar uchun. Xo'p, demak mana ikkita SSD 2 terabaytdan bunga ulaymiz. Yana 4 terabayt demak bizani joyimiz bo'ladi montaj jarayoni uchun. Qadoqsiz mana ko'rinishi bunaqa. Bu T9 demak, bunisi mana T7. Endi qutini chetida yozib qo'yganda, ya'ni 3 metr balandlikdan tushirib olsa ham ustidagi o'sha rezina qoplamasi, endi bunga shield deb yozilmagan, lekin o'sha rezina qoplamasi buni asraydi. Xo'p. Endi demak, uladim kompyuterni monitorga, aytganimdek klaviaturani chiqardik, trackpadni chiqardik va endi shunga bir quloqchinni ham raspakovka qilsak degan mani taklifim bor edi. Demak, mana shunaqa rangi bor. Mana klassik demak qora rangi bor va eng hype ranglardan biri hozirgi demak mana shunaqa rangi bor. Buni bilmayman, orange deydimi buni yoki menga qolsa endi shoptola rangiga o'xshaydi. Odatda eng demak trendda bo'lgan ranglarni odatda raspakovka qilishga odatlaniladi, lekin ishlatish ham o'ylash kerak undan keyin. Shuning uchun menimcha qora rang yaxshiroq bo'lsa kerak. Sizlar qaysi rangga o'zingizlar uchun tanlardinglar, buni izohlarda do'stlar yozib qoldiringlar. Biz hozircha demak qora rangini ochamiz. Mana AirPods Max 2 bu, ya'ni yangi chiqqan versiyasi 2026-yilda. Bu Amerikada Apple Store o'zidan olib keltirilgan. Kimdir yengilliklarni kuzatayotgan bo'lsa, high-tech sohasida biladiki, texnik sohada oxirgi payt aynan AirPods Max bilan bog'liq bir ikkita jarayonlar bo'ldi. Ya'ni odamlar yangi AirPods Max'ni xarid qilishganda, u ishlatilgan bo'lib chiqqan edi. Ya'ni qirilgan joylari bor edi va ulanganda kompyuterga bir xil rasmini ko'rsatib, bir telefonga bir xil rasmini ko'rsatib, bir xil rasmini ko'rsatmay, shunaqa jarayonlar ham bor edi. Lekin bu qachonki retailer orqali olingan bo'lsa, ya'ni masalan Costco orqali olingan bo'lsa yoki Walmart orqali olingan bo'lsa, shunaqa nuqsonli bo'laydi. Bu Apple Store o'zidan olingan, ya'ni bu kafolatli yangi, kafolatli ochilmagan, ishlatilmagan demak gadjet. Bismillahirrohmanirrohim. Buni haterlar juda ham ko'p demak aynan mana shu g'ilofini gapirishdi. Juda ham ko'p g'ilofiga e'tirozlar bo'ldi. Ya'ni g'ilofini umuman ergonomik nuqtai nazardan qulayligi haqida. Demak, yana makulatura va Type-C demak quvvatlash simi. Endi quvvatlash simimiz bor. Buniki ham bor, telefonniki ham bor. Shuning uchun ortiqchasini menimcha chiqarib ishlatishi hech qanaqa hojati yo'q. Ichida jamlamasini ichida turaversin. Xo'sh. Buni ochig'i AirPods Max'ni birinchi avlodini ham men ishlatmagan edim. Ishlatmaganimiz sababi birinchi texnologiya chiqqandan keyin meni endi shaxsiy fikrim bu narsa ozgina bir sabr qilib turish kerak. Ya'ni bironta kompaniya bir 50 ming dona bir qanaqadir mahsulot yo 100 ming dona chiqargandan keyin aynan birinchi partiyasi bir xilda uni ichida brak holatlari chiqib turadi. Chunki yangi mahsulot hali texnologiya hali yaxshi o'rganilmagan.
keyin o'sha 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi va hokazo o'sha ishlab chiqarish partiyalari chiqqandan keyin olgan yaxshiroq deb o'ylayman. Yana albatta bu meni shaxsiy fikrim. Men esa buni 2-avlodi chiqishini kutdim. Type-C chiqdi, lekin ichidagi audio chipi o'zgarmagan edi. Shu bois uni ham olmadim. Mana endi bu yangi avlodida audio chipi ham boshqa, Type-C ham bor. Endi olsa bo'ladi deb o'yladim. Ham to'laqonli 2-avlodi bu, meni fikrim bo'yicha. Ya'ni qanaqadir o'zgartirishlar ichiga kiritilgan texnologik jarayon nuqtai nazaridan va bir tobiga keltirilgan deb o'ylaganim uchun olsa bo'ladi degan fikrga bordim. Xo'p. Mana demak, quloqchinlar shunaqa vizual nuqtai nazardan eski quloqchinlardan hech qanaqa farqi yo'q. Hozir bir telefonga ulab ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana ko'rib turibsizlar, topdi. Faqat mana do'stlar, ahamiyat beringlar, rangi buni tilla rang. Lekin bu qora. Odatda buni o'zining rangi chiqishi kerak. Demak, baribir ozgina qanaqadir nuqsonlar bor ekan. Xo'p. Demak, управление мультимедией и вызовами. Bosinglar Digital Crown degan. Xo'p. O'tkazib yuboramiz. Xo'p, individual balandlik. Mayli, yoqiylik. Gapirishni boshlaganda, demak, individual balandlik deganda, individualni громкость, men gapirishni boshlaganda sekin ovozi, musiqani yo bironta bir podkast eshitayotgan bo'lsam, pasayadi. Ya'ni men eshitishim uchun menga gapirilgan gapni ham. Xo'p, AirPods, demak, boshim bilan, demak, AirPodsni boshqarish yoqiylikmi, o'chirilikmi deb so'rayapti. Ya'ni kimdir qo'ng'iroq qiladigan bo'lsa, mundoq qilsam oladi, agar mundoq qiladigan bo'lsam, demak, olmaydi, bo'shaydi. Demak, живой период. Mana qora bo'lib qoldi endi rangi. Demak, mana o'zining rangiga o'tdi endi. Настройка живого перевода. Ya'ni reklamasida ko'rilgan edik bu narsani. Kimdir ingliz tili yo fransuz tili yo boshqa tilda gapiradigan bo'lsak, demak, quloqchin bu ham AirPods Pro ham tarjima qilib beradi. Lekin bu hozir mana ko'rib turganinglardek beta versiyada bu. Ya'ni to'laqonli hali ishga tushgani yo'q va umuman Siri to'laqonli ishga tushgani yo'q bo'lmagani uchun bu faqat o'sha ingliz tilida Amerikada va ingliz tilida gapiradigan davlatlarda, regionlarda ishlaydi. Boshqa tillarga hali o'tgani yo'q. Xo'p, audio lossless po USB-C. Demak, bu juda ham muhim narsa. Audiofillar, ya'ni musiqani yaxshi ko'radigan odamlar bilishadiki, aynan audioni simsiz uzatganda, ya'ni musiqani sifati chegaralangan bo'ladi, chunki juda ko'p ma'lumotni, ya'ni boy musiqani juda ko'p ma'lumotini demak simsiz uzatib berib bo'lmaydi. Shuning uchun bu quloqchinda shunaqa qilinganki, ya'ni Type-C orqali bularni agar ulaydigan bo'lsak, telefongami yo kompyutergami, lossless, ya'ni juda ham katta hajmdagi musiqani eshitsak bo'ladi. Bu oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, masalan, MP3 formatida 3,5-4 daqiqalik bironta bir ashula 10-12 megabayt atrofida bo'ladigan bo'lsa, MP3 formatida, xuddi shu WAV formatda 60 megabaytgacha boradi. Lossless AC demak, mana shu formatlarda undan ham yuqori bo'ladi. Endi o'ylaylar, xuddi o'sha musiqani o'zi, xuddi o'sha demak vaqt 3,5 minut, lekin bu yoqda 12 megabayt, bu yoqda 60 megabayt, bu yoqda undan ham ko'proq. Nimani hisobiga erilishadi bu narsaga? Ya'ni MP3 o'sha konteynerida musiqa siqib beriladi. Ya'ni uni juda ham ko'p bo'lgan tepa demak tembrlari va pastki tembrlari olib tashlanadi, siqilgan holatda beriladi. Shuning uchun musiqa yaxshi ko'radigan odamlar MP3 formatda eshitishni yomon ko'rishadi musiqani. Ya'ni ular aytishadi, meni qulog'im sezadi bu narsani deyishadi. Men eshitaveraman. Shaxsan menga masalan farqi yo'q. Lekin WAV formatida, AC, lossless formatlarda eshitib ko'rganman. Haqiqatan qanaqadir boyroq bo'ladi musiqa, qanaqadir kengroq bo'ladi, qanaqadir yorqinroq bo'ladi. Uni boshqa so'zlar bilan bir qanaqadir tasvirlab bera olmayman. Xullas, shuni mana demak bu yoqda reklamasi bor, ya'ni lossless eshitsanglar bo'ladi. Sim ulaganda. Chunki sim orqali ko'proq ma'lumot uzatish tezligi bor.
Xo'p, demak mana 65% hozir quvvati bor ekan. Bo'ldi. Ulandi. Bismillahirrohmanirrohim. Endi ovozi demak mana hozir gapirishni boshladim. O'sha шумоподавление funksiyasi o'z ishini to'xtatdi. Ovozimni o'zim eshitolman hozir o'zimni. O'sha boyaga demak yoqib qo'ygan shu funksiyamiz. Xo'p. Xo'p, do'stlar, men Michael Jacksonning bir musiqiy kompozitsiyasini eshitdim. Endi buni ovozini men chiqarib bera olmayman, sababi uni bloklab qo'yadi YouTube. Bunga litsenziya olish kerak. Ozgina bo'lishmoqchi emas sizlar bilan, o'zim taassurotlarim bilan. Odatda men hozirgi kunda AirPods Pro 3 dan foydalanaman. Menga juda ham qulay bu naushnik. Quloqchin kichkina bo'ladi, keysi ham kichkina bo'ladi. Yonimda olib yuraman. Ovozi yaxshi, baslari yaxshi. Demak, podkast eshitishga ham yaxshi, ko'p podkastlar eshitaman. Ko'p suhbatlar, ko'p intervyular eshitaman. Unga ham yaxshi, musiqaga ham yaxshi. Lekin bunda boshqacharoq albatta. Ya'ni ichidagi dinamiklari, drayverlari kattaroq, shuni hisobiga yanada kengroq ovoz. Menimcha yaxshi. Mening shaxsiy fikrim bu narsa. Lekin narxi nuqtai nazardan to'g'ri $550 turadi bu narsa. Apple o'zining saytida. Shuning uchun $550 ga quloqchin qimmatmi, arzonmi? Buni hamma o'ziga o'zi hal qiladi bu masalani. Sizlar o'zingizlarning fikrlarini izohlarda yozib qoldiringlar. Kimdir ishlatayotgan bo'lsa, qanaqadir bir chiroyli bir fishkalari, yo ma'lumotlari, yo maslahatlari bo'lsa, iltimos qilamiz, yozib bo'lishinglar. Menga masalan juda ham qiziq. Xo'p, demak uladik. Endi mana jamlanmamiz to'liq. Trackpadimiz bor, klaviaturamiz bor, kompyuterimiz bor, displeyimiz bor, quloqchinimiz ham bor, hardlarimiz ham bor. Kontent yozish uchun demak mana bunaqa SD kartalarimiz ham bor. Bularni ham agar mabodo kreator bo'lsanglar, olish kerak bo'lsa, xarid qilinglar. Samsung kompaniyasi yaqinda bitta e'lon chiqardi, ya'ni mobil aloqa tizimlariga va umuman xotirlarga narxlarni oshirish haqida. Ya'ni narxlar kelajakda oshishi kutilmoqda yana. Demak, endi Bismillahirrohmanirrohim. Men klaviaturani oldimga olaman. Trackpadni oldimga olaman. Va kompyuterni yoqamiz. Demak, uyg'ondi mana do'stlar monitorimiz. Mana hello. Hozir demak, sichqonchani qidirmoqda. Sichqoncha yo'q. Mana trackpadni topish uchun demak bu yoqda mana murvatchasini yoqib qo'ydik. Mana trackpadni endi topadi. Klaviaturani ham xuddi shunaqa murvatchasini mana yoqib qo'ydik. Klaviaturani ham topadi endi hozir. Do'stlar, quvvati bormikan, yo'qmikan deb o'yladim. Shuning uchun hozir qani bir ulab ko'raylik-da buni. Type-C bilan. Ha, mana. Xo'p, qani. Quvvati yo'q ekan demak. Yo'q, bor ekan mana. Xo'p. Hozir endi men sozlab olaman, shuning uchun bir ozgina pauza qilib turamiz, keyin yoqilamiz. Xo'p, do'stlar, mana endi xudo xolisa sozlamalarni hammasini to'g'irladik. Mana kompyuterni yoqdik. O'zim akkauntim bilan kirdim. Hozir endi sekin-sekin dasturiy ta'minotni demak yuklashni boshlaydi. Adashmasam agar. Hozir ko'ramiz buni. Demak, yangilanish 26.4 turgan ekan. Hozir endi 26.5 chiqdi. Demak, 26.5 ga o'tkazish kerak bo'ladi. Buni yangilanish ham qo'yib yuborsak bo'ladi. Bo'ldi, demak, yuklanishni boshladi. Adashmasam agar do'stlar,
Monitori o'zida ham yangilanish kelardi. Adashmasam agar bu monitor o'ziga ham dasturiy ta'minoti yangilanadi. Buni endi ishlatish jarayonida yana ko'rib alohida kengaytirilgan bir material qilinadi do'stlar. Aynan shu jamlamani ishlatish bo'yicha, aynan montaj jarayonida ishlatish bo'yicha, ya'ni Final Cut Pro, DaVinci, Premiere Pro, Photoshop, hattoki CapCut'da ishlatish bo'yicha ham alohida bir material qilamiz. Qanaqa qulay yoki noqulay tomonlari borligi haqida. Hozircha demak sizlarga gapirib bermoqchi bo'lgan narsalarimiz shu, ko'rsatmoqchi bo'lgan jamlamamiz shu. Qutidan chiqarishni o'zingizlar ko'rdinglar. Nima qanaqadir taklif yo e'tirozinglar yo qanaqadir o'zingizlarning fikringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldirishingizni so'raymiz. Yana ko'rishguncha xayr, rahmat.